inson, man har doim aytamanda, ongi ko'tara oladigan pulni ishlatishni boshlashi kerak o'ziga. Ya'ni misol uchun shunday odam bo'lishi mumkin, $5000 puli bor, lekin hozir $5000 birdaniga o'ziga ishlatsa, ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi, ya'ni qo'rqib ketadi, siqiladi, bekor ishlatdim, noto'g'ri ishlatdim deydi. Mana shu joyda ham pul yo'lini, pul potogini toraytirib yoki yopib qo'yishi mumkin. Ya'ni menga pul kelsa, men mana shunaqa noto'g'ri ishlataman, tugatib qo'yaman, bo'ldi, menga pul bermanglar. Ko'chma ma'noda aytadigan bo'lsak. Men har doim hurmatda, ongni hurmat qilib o'sish kerak deymanda. Ya'ni hozir qancha ishlata olsangiz-da, bor pulingizga qaramasdan ozginadan boshlash kerak va buni ko'paytirib boraverish kerak. Shaxsan men ham 50 ming so'mdan boshlaganman. Ko'p pulim bo'lgani bilan 50 ming so'mdan boshlab, keyin oshirib ketaverganman. Umuman to'xtasak, erkak kishi ham to'xtaydi, bizga bermaydi pul va bor pulini ham ko'chaga sarflaydi, hatto bizani pulni ham olib ko'chaga sarflaydi. Lekin biz o'zimizga berishimiz bilan qanday munosabatni biz o'zimizga munosib ko'rsak, xuddi shuni qaytarib beraveradi boshqa insonlar. Tushunarlimi shu joyi?